شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hörmətli qarindaşlar, biz ilgirki saatlik dersimizde Sure Baqara'nınki 189. ayeti. Yes'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj degan ayet haqida tushundirish bergandan keyin bugungi 190. ayetida Sure Baqara'nınki وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Yeni bir meselege öttük. Yani ayetini avval yengil bir tercüme kılıversem, sizler bilen uruş kılıvatqanlarga qarşı Allah yolda can kılыңlar, uruş kılыңlar, ama tajavuz qılmаңlar. Allah subhanahu wa ta'ala tajavuz qılğıçlarını yaxşı görmeydi. Şimdi bugünkü ayetimizde biraz uzun to'xtalib qolamiz. Çünkü ayet özüge elvatqan mesele ümmeti İslamiyede, yani ümmeti Muhammediyede xas tepiradigan alohida bir xususiyetni özüge algan bu mesele. Allah subhanahu wa ta'ala bu ümmetni ilgirki ümmetler muzaffer bo'lib baqmagan bir manhaj bilan, bir yo'l bilan o'tirg'ab chiqdi. Yani bu xususiyet olsa, hazır biz demek çoğan bu xususiyet olsa, Allah subhanahu wa ta'ala Allah'ın yoluğa karşı çıkanlarını edepleş vazifesini ma ümmetinin üstüge yüklegen. İlgiride Allah'ın menhecine karşı çıkanlarını Allah azaplaydı. Onların edebini Allah bıraktı. Tabii afetler bilen, mesela çakmak bilen, ya ki malum azap bilen, ya ki topan bilen, ya ki arkada bir şekilde, halgam bir şekilde Allah onların edebini birip, onlarını doğru yolga kirgizetti, ya ki cezasını bıraktı. İlgiri ümmetler hiç vakit kişilerini, bu yolga karşı çıkan kişilerini edepleş, onu öz cayida turg'uzish vazifasini üstüge almagan. Hatta Banu İsrail öz yurtidan chiqarilgan vaqtida urush qilishni talab qilgan. Bularning talab qilish sababimi diniy nuqtadan emas, yurtidan chiqarilganligi nuqtadan, öz yurtidan haydalganligi nuqtadan talab qilgan. Masalan, Sure Baqara'ningki 246. oyatida قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. Biz yurtimizdan chiqarildik, biz urush qilsak bo'lmamdi. Qaranglar, Mavlaninki urush qilishni talab qilishi, yurt makonlaridan qo'g'langanligi, balavoqlardan ayrilganligi bu sababli. Qanaqdir aqida masalasi yo'q bu yerda. Aqida masalasini mudofaa qilish yo'q. Ya'ni yurtidan chiqarilganligi, bolalardan ayrilganligi uchun urush qilishni talab qilgan. Ammo ummati Muhammadiyada Allah subhanahu wa ta'ala mizan tarazini, ma yo'l tarazisini ummati Muhammadiyaning qo'liga tutqizgan. Yani bu taraza, bu ölçem boshqalarga zulm qilib, boshqalarni besib olish yoki tajovuz qilish shaklidagi huquq emas, Allohninki ummati Muhammadiyaga bergan bu huquqi. Balki insonning erkinligini qo'g'daydigan bir tarozi o'lcham mizon. İnsanın erkinlikini qanday qo'g'daydi, qanday erkinlik desa, insonning
Allah insonda yaratgan aql bilan dunyoda yo'l tanlash erkinligini. Bir gapni alohida deb qo'yay. Islom shunchalik erkinlikni qo'g'daydi-ki, hatto dinga kirmayman deganlarni qo'g'daydi, dinga kiraman deganlarni qo'g'daydi. Islomdagi ummati Muhammadiyaninki jihad, qital vazifasi nima desa insonning erkinligini qo'g'dash. Chunki dinimiz buning asos cho'ng ta'limotini La ikraha fid din degan oyat orqali belgiladi. Dal ummati Muhammadiya bu nuqtani qo'g'daydi. Ya'ni urush ummati Muhammadiyaga birovlarni qistab dinga kirgizish uchun emas, balki shu odam dinga kirish, kirmaslik erkinligiga to'liq ega bo'lsin deganlik uchun urush farz qilingan. Masala bu, bizning da'voyimiz bu. Qandaqdir insonning o'z ixtiyorligi bilan tanlash huquqiga to'sqinlik qiladigan kuchlarga qarshi urush qilamiz. Ummati Muhammadiyaning vazifasi bu. Biz shunga islom qilichlar tarqalgan, andaq yoki mundaq degan kishilarning pakitlari butunlay kuchga ega emas pakitlar. Hatto ular islomni qoralash uchun islom öz təvəlikidiki, məsələn, İslam hökuməti, İslam dövləti, öz təvəlikidiki qeyri-müsəlman fuqaralara cizyi tüləşini qoydu. Bunun özümü bir erkinlikki tusalğılıq qallıq deydi. Əməliyyatda ularning muşu gipinin özü İslamның insanların erkinligini qoğdığanlığının aniq isbatı. Yəni cizyi qoydu degan gap nima degan gap desa, o aqidi jihatdan tanlash erkinligiga ega degan gap. O cizyi qo'ymay bu davlat yaşamoqchi bo'lsang musulmon bo'lib yashaysa, agar musulmon bo'lib yaşamasang bu davlatdan chiqib ketsa degan bo'lsa bo'ldi. Lekin islom cizyi oldi degan gap o'z erkinligida, o'z diniy erkinligida qoldi degan gap u inson. Islom buni qo'g'dayotdi. Islom hech kimni dinga kir deb majburlamayotdi. Hatto asosli Qur'onni islom kim ko'tardi desa, boshqalarning dinga kirish, kirmaslik erkinligini boqqanlarga islom buningga Qur'on ko'taryapti. Balkim bunda desa savoldan birisi kelishi mumkin. Acaba siz bu shaklda tushundirdingiz, tarixdan bu yanqi musulmonlar epbagan urushlar nima urush desa, tarixdan bu yanqi musulmonlar epbagan urushining asosli negizlik sabablaridan birisi kishilar o'z irodasi bilan islomni tanlab, Allohning yo'lini tanlab bu yo'lda ma'man deganlarni cheklayotgan, ularning erkinligini cheklayotgan kuchlarga qarshi qilingan urush tarixdan buyon musulmonlar qilgan urush. Bu urush deydi-ki, qo'lingni ko'tar. Ya'ni qo'lingni tart. Bular erkin odamlar. Dinga kirish erkinligi va kirmaslik erkinligi va. Sening bularni dinga kirmaysa deb tusvelish huquqing yo'q. Bu nuqtadan urushdi musulmonlar tarixda. Bu nuqtadan jang qildi bular. Islom nima uchun kishilarni buncha erkin qo'ydi? Islom shuningga aniq ishonch qildi-ki, sağlam odam, sağlam inson, aqli salim bo'lgan inson erkinlikka qo'yilgan vaqtda cho'qim haq dinni topadi. Cho'qim haqiqatni topadi. Bu nuqtadan islom shundoq bir shuarni e'lon qildiki, Sura Baqaraning 256-oyatida la ikraha fid din. Chunki oyatning dinda majburlash yo'q degan oyatning oxiriga shunday qarasak, buning nima uchunligini o'tirib qo'ygan. Hatta bayyana rushdu min al-g'ay. Masala aniq. Haqiqat o'tirda intayin oshkora. Nimdek kishilarni majburlig'idakmiz biz da'vatudi bu oyat. Chunki haqiqat oldida oshkor bo'lsa, faqat bizning cheklab chaq qo'ydig'imiz kim desa, boshqalarga o'zining aqidasini tamadig'anlarga chaq qo'yamiz biz. Yo'q, sen islomga kirmaysan. Yo'q, sen butga ibodat qilishing kerak. Yo'q, sen bu dinga ibodat qilsang bo'lmaydi deganlarga qarshi aniqladigan urushma. Chunki birovlarni majburlab ma'lum bir ishlarni shakl jihatdan qildirg'ili bo'lishi mumkin, ammo uning qalbini kontrol qilg'ili asla olmaydi. Islomning maqsadi iymonning qalbdan chiqishi, iymonning suyib chiqishi.
Şoň Allah subhanahu wa taala Resulullah'ni şunda dep hatirjem kılıdı. Sure Şuara'nınki 3-4 ayetinde la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Bularni mu'min bolmady, voy iman etmedi dep özüňi tögeştirip alma deydi Allah. Tögeştirip alsaň olmaýdy sen. Biz halisak bir paktlarla hemmine Müslüman pet yartı tuttuk ayetning mazmuni şu. Xuddi malaikalarga o'xshash. Ama Allah onu xalamaydi yani. Allah onda zorlab bilan hemmini yaratılmışak onda emas, onda xis malaikalar var. Müslümanların insanlarni mecburlardan dinga kirgizadigan iş yok. Agar Allah ashta mecbur olam dinga kirgizadigan şop qalsa, hech kim chiqolmaydi u yo'ldan. Allah'ның qadridan hech kim qutlanmaydi. Ama Allah'ның iradesi bu yerda. Qalb imanini Allah ko'zlaydi. Buni iroda qiladi, shakl imoni emas. Bizga kishilarningki qalbi lozim. Chin dildan iman etish lozim, suyib iman etish lozim. Zorlab, mecburlab iman etish bo'lmaydi. Endi boshqani zorlab imonga mecbur qilganlar hech kimni ergashtirolmaydi. To'g'ri, bir mezgil o'zining kuchiga tayinib, o'zining huquq yoki shu vaqtdagi sharoitiga tayinib, kishilarni bir mezgil qana qilishi mumkin, ergashtirishi mumkin. Ko'ryapmiz. Bizlarni 100 yilning yoqida, 60-70 yilning yoqida zorlab bu dindan chiqarib Üzülen o'xshash tafakkur qiladigan, üzülen o'xshash mangadigan yo'lga kirgizish uchun kecha kunduz tirishyapti. Kecha kunduz hamay talmay ishlayapti boshqalar. Ammo hala bizning musulmonlarimiz, bizning millat, bizning qarindoshlarimiz o'zining dinidan voz kechgani yo'q. İnsanlar qalbidan hech qachon tatib olmaydi. Uning zulmi shunday ko'tarilsam, o tarhallam keniga yanadi. Demak, masala nima desa, Qur'on bu yerda Meyle urush haqida so'zlasin. Bugungi darsimizning mazmuni shu urush haqida, urushni yo'l qo'yish haqida so'zlasin. Ummati Muhammadiyaning cho'ng bir alohidaligini o'tirg'i qo'yish orqali masalani tub yiltizini hal qiladi. Ya'ni masala boshqalarni zo'rlash masalasi emas, balki masala boshqalarning tanlash erkinligini qo'g'dash masalasi. Masalan, deyli Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın Mekke'deki 13 yıllık hayatında uruş ruhsat verilmegen. 13 yıllık hayatta. Şundan Medine'ye hicret kılış ruhsatı verildi. Tabii ki bu vaxtıda uruş ruhsat verilmesi gerek. Uruş ruhsat o vaxtı verilse bulmaydı o vaxtıda. Nimişka Allah subhanahu ve Taala'nın bu vaxtdaki iradesi şu ki Müslümanlar özlerinin başkalarına ülgü boğudak derecede namunu buluş gerek. Hakikatin yoluğa bu derecede ergişişi gerek. Başkalarına güzel ülgüdün birini, İslam degen mandak nazar kösüp koyuş gerek. Degen nesi Allah'ın ki, Müslümanların ki 13 yıllık Mekke hayatındaki uruş ruhsat kılınmağanlığının sebebi bu. Şoňaşka Mekke hayatydaky musulmanlaryň taatgan o kadar eziyetleri, taatgan o kadar japalarga karata Qur'an-ı Kerimde Sure Bakara'nın 109. ayeti, Sure Ahzab'nınki 48. ayetlerinde ne deydi? Fa'fu wasbahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Karamamızın fa'fu deýen gep o bulatgan işlerini bolmagandaki hesaplanma deýen gep yani. Boldy çıkartma kallandı. Çataqınlamysın onan. Wasbahu Kallanlığı amanla işlerini sizlerine. Ayet var. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَّأَذَهُمْ Münafık kafirlerin gibi girmeğinler, onun sizler gibi eziyetlerini kop koyanlar. İşlerini kılıverenler. Karanlar bu kadar. Neymiş ki bu kadar tedrici halette Müslümanlarını şunçilik azap, ukubet, meşakkat tıkagan Müslümanlara bu kadar vakit verirdi Allah subhanahu wa ta'ala. Neymiş ki bunlarını bu kadar sakıldıdı. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala şunu iniq bildi ki İslam daveti her bir öyge kirdi. Her öyde Allah inkar kılıdığan bir aza oludu. Allah'a işinadigan bir aza oludu. Eğer şu Mekke devrinin desepki devridiler. Vay bizni buzak kıldı, vay bizni anda kıldı, munda kıldı falan uruş yolgu kuyulgan bolsa hem öyde uruş başlıyor. Bütün cenge aylanıp ketdi hem öy. Endi şu öz vaqtida musulmonlarga düşmanlik qilgan şu Arab qabilalarini nayti bir xil aqlsiz, qini qiziq,
oddiy sabablar uchun o'zaro birisi bilan urushadigan bir tugi masalasida 40 yil o'zaro qabila orasida urush qo'zg'aladigan bu qadar insonlar ekanligini Alloh biladi. Hatto urush boshlangan vaqtida u vaqt kishilar shu darajaga borganki, "Voy, nimishqa urush qilyapmiz, nim deb qilyapmiz" deb so'maydigan gap. Sababsiz, hech qanday bir sababsiz urush qiladigan gap. Ya'ni bu yerdagi bulardagi tarabbaslik, guruhvozlik, atalmış bunun g'ururlari urushqa bularni so'rab ketadigan gap. Ammo bu kadar salbiyatning qarshisida bo'ladi yana ba'zi ijobiyatlar bor. Yani haq babı kelgan vaqtda bular bir qadar g'ururli masalan. Bunda bir taraflari bor endi. Birovlarninki birovlar zulm qilganini ko'rsa, g'urur tutadi. Buningga qarta. Zolimning qo'lini tutib, bo'ldi, to'pturing, zulm qilmang deydigan bir xil mijozi bor. Allah subhanahu va taolo shu musulmonlarni urushga buyurmaslik orqali bulardagi bir xil haq tarafdori bo'ladigan bir g'ururni o'rnidan qo'zg'atmoqchi bo'ldi. Masalan, musulmonlar Abi Talib jilg'isqa Banu Hashim bilan Banu Abdul Muttallib kuchli atrofida muhosira qilindi. Muqotaa qildilar, boyqut qildi yana. Ular bilan elin berim qilmadi, to'y qilmadi, ularga olmadi, ularga sotmadi. Mashta vaqtida Makkada o'zi mushrik bo'lsa-mu, haqni yoqlaydigan bir kishilarningki haq g'ururi o'rnidan qo'zg'aldi. Bular dediki, qanday gap bu? Bizningki Banu Hashim, Banu Abdul Muttallib qarindoshlarimiz bu yerda muhosir ichida yemay, ichmay qiynalib yetyapti. Biz bunda keng tusha yashsak, bu bizga yarashmaydi bu deb shu vaqtda iymonsiz bular. Bularning ko'rsatgan bu mavqesi, bu ifodasi intayin go'zal bir ifoda etdi. Akilar ashu o'zaro buni muhosir qilishga deyishgan shu qog'ozni akilib yirtibdi. Bular Makkaning cho'ng nupuzli kishilaridan 5 odam. Hisham ibn Amr, Zuhayr ibn Abi Umayya, Abu Buhtar ibn Hashim, Zam'at ibn Aswad, Mut'am ibn Adi qatorliqlar. Bular shuning bilan musulmonlar bilan munosabatni uzutadigan, boyqut qiladigan ishni oyoqlashtirdi. Demak, o'z vaqtdagi ishlarning yuqorida so'zlagandek salbiyatlar bo'lgan bilan moddagidek bir ijobiyatlarmi bor. Alloh subhanahu va taolo mana bu taraflarni o'tirg'i chiqarmoqchi shu orqali. Amaliyotda shu ahvollar ko'rildi. Amaliyotda bir millatni bir holatdan yana bir holatga o'tkash unda oson emas. Alloh buni bizni yaratquchi bo'lib bilan obdan biladi. Shunga asta muloyimlik bilan, siliq sipoylik bilan mana shaklda epmangdi. Deyish mumkin, musulmonlar nima qilib tunji Makkadagi vaqtlar hu deblam musulmon bo'lganlarga xili bo'lgandan keyin nima qilib urush qilmadi. Makkadagi kufrning katta cho'nglarini musulmonlarga eg'ir hujum qilayotganlarga nima qilib suiqasd qilib yo qanday boshqa shaklda bularni o'ltamidi desa biz deymizki, islom davlatining dastlabki davrlarida musulmonlarga qarshi urushgan, musulmonlarga qarshi dushmanlik qilgan nurg'un kishilarningki keyincha islomni tarqatgan, islomning da'vatchilariga aylanganligini biz bilamiz. Xolid ibn Valid bu mushriklarning safidagi bir utuqliq bir qo'mondan. Musulmonlar bilan dastlabki vaqtlarda urushdi musulmonlarga qarshi. Keyin Alloh islomga hidoyat qildi. Allohning qilichi oldi oxirsida. Agar Xolid ibn Valid dastlabki davrda musulmonlar tarafidan o'ldirilgan bo'lsa, keyingi Iroq, Sham qatorliq nurg'un joylarning fathisidagi bu mujohidninki bu buyuk qo'mondanning rollarini kim ustiga oladi? Masalan, sözlük olsak gap, demek bir yerde Allah'ın hikmeti var. Xolid ve onun o'xshagan, onun başqasiga o'xshagan. Dastlabki davrda İslamga da'vatga dushman bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bularni qoldirib qo'yishni xolidi, chunki bular kelgusida islomga qana qiladi, xizmat qiladi. Dastlab islomga hujum qilgan kishilar ularning yaxshiligi oxirida qilib qoldiki, aytib qizg'in darajaga chiqdi bularning yaxshiligi. Chunki burun qilib qolganlarga Allohdan mag'firat talab, bular ajoyib tirishchiliklarni ko'rsatib nurg'un ishlar chiqdi. Masalan, Ikrim ibn Abi Jahl desak, dastlab da'vatning dastlabki davrida musulmonlarning yo'lidagi bir tikan bu. Keyin go'zal musulmon bo'ldi. Yarmuk jangida yarda bo'lib, jini chiqay deb qolgan vaqtida Xolid ibn Validga qarab, "Mashta o'lsam Rasululloh mendan rozi bo'lamdi." Ya'ni
bu gapni deyishning sababi chunki Ikrama biladi-ki Rasululloh dastlabda sal Ikramadan xafa. Chunki Ikrama musulmonlarga intayin aziyat beradi dastlabki davrda. Shunga o'xshash. Amr ibn As deymiz. Dastlabki davrlarda musulmonlarga qarshi urush ochgan. Musulmonlarning da'vatiga qarshi chiqqanlarning birisi. Ammo bu Amr ibn Asning keyingi davrlardagi roli Misr fathi oldu masalan. Rasululloh Misr ahliga yaxshilik qilishga buningga tavsiya qildi masalan. Rasululloh ba'zi arablarni tinchitishga Amr ibn Asni avatdi chunki Amr ibn As intayin zirak pam farosatlikdi. Hozirgi atalg'an desak diplomatiyaga favqulodda ustiddi. Mush alohidlik bilan nurg'un yaxshiliklar, nurg'un joylarningki fathisi Amr ibn Asning qo'li bilan tip-tinch qon to'kmasdan tinchlik yo'llar bilan hal bo'lgan. Demak, Makkadagi 13 yil davrida Allah subhanahu va taoloning urushga izni bermaganligining o'zi Allohning buyuk rahmati. Agar shu vaqtda urushga izni qo'ygan bo'lsa, biz nurg'un islomning keyinchi bayrog'ini ko'targan, islomni taraf-tarafga chachqan, da'vat yo'llarini kengaytgan nurg'un qo'mondonlarni shu vaqtda islom yo'qotib qo'ygan bo'ldi. Amaliyotda keyin islomga zo'r to'h qo'shganlarning ko'pinchisi dastlabda islomning dushmani edi. Allah kin ularga islomga xizmat qiladigan rolni taqdir qilgan. Mana bu noktadan biz shu noktadan urushninki Makka davrida yo'lga qo'yilmasligi, urushning yo'lga qo'yilishining kechikib ketishining hikmatini tushunaylik. Chunki Alloh subhanahu va taolo imtihon qilmoqchi, sinamoqchi, dinning nenini yeyish uchun emas, dinning jafosini ko'tarish uchun, bu din uchun jeni bilan, meli bilan qurbonlik berish uchun kiradigan odam lazım. Chunki din egiliriga, ya'ni dinga kirganlar odatda normal bir odam emas. Islomga kirgan har bir a'zo ummatning ulug'ligi, ummatning kelgusi uning ustiga otilgan vazifalar. Bu vazifa xalqan har qanday bir odamga bersak bo'lmaydi buni. Shuningga ummatningki, millatningki kelgusi nijotligi qana vaqtda bo'ladi desa, eng tanlangan odamlari o'rtaga chiqqan vaqtida. Yani işte sınaqlar orqali, qiyin kunlar orqali, har xil aziyatlar orqali, o'lim va boshqa jihatdagi nurg'un qiyinchiliklar orqali ig'ir kunlarga uchragan vaqtida buning ichida mushu dinning mashaqqatini ko'tarib, diniy vazifani ustiga elib, oxirgacha apmangalaydigan kishilar bu buron chapqonning ichida tog'lanadi. Acizlar qolib qoladi, iman acizlar qolib qoladi, irodasi acizlar qolib qolib, eng oxirida haqiqiy dinning farqini ko'tara oladiganlar ma buron chapqondan sog'-salomat chiqa oladi. Alloh buni tillab chiqmoqchi. Bo'lmasa, dastlabda musulmonlarga yordam qilsa bultuq vallah onunğa qadir biz Allah'ın qadir süpürge işimiz ala kulli şeyin qadir biz bununğa iman ettiqlik Allah halisa bıraklan qalbi bir vəsə buldu amma Allah'ın iradesi ma din üçün şundaq bir erkeklarni oturğa çıxamaqçı ki özünün cəni meni bilen bu din üçün bir qurbanlıq bırdı. Din üçün özünün xizmetini körüstüdü. Din üçün özünün hayatını ataydı. Kıyamet günü derece cihette peygamberlerinin sepede, peygamberler bilen billa bir orunda kopuş üçün başta uzun atayalaydıgan bir bölük kişilerini ortaya çıkmakçı. Şun başka uruş boğan, uruşqa kelgan ruxsat keçip geçişinin sebebi şu. Ang ahırda şu ma'lum şart şaraitlar pişip yetilgan vaqtda Allah subhanahu va taolodan musulmonlarga urush izni keldi. Bugünkü ayetimizde şu ki وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Sizlerge karşı, Müslümanlığa karşı uruş açqınlığa qarata Allah yolda uruş qılınlar. Tacavuz qılmanglar, Allah tacavuz qılışlarını yaxşı görür. Hem de bu ayetning çüş sebebiga bir nazar tashlasak, Rasulullah sahabilari yurtidan ayrıldı. Yurtning muhabbati, vatan muhabbati, vatandan ayrılıp baqqan her adamga mahbi emas. Beytullahni sag'indi, ömrü qilmoqchi bo'ldi. Hijriyaning 6-yilisi
Zulqa'da bular ömür qilish uchun keldi. Hudaybiyaga kelib to'xtadi. Shu vaqtda Quraysh bularni oldin to'sdi. Muhammad va Muhammadning odamlari Makkaga kirmaydi. Bu shaklda to'sdi sallallohu alayhi vasallam. İki taraf o'tirida suhbat oldu. Rasululloh shu suhbatdan keyin bu jilisi qaytib turib, kelar jilisi keladiganga ma'qul oldu. Kelar jilisi Quraysh musulmonlarga Makkani 3 kun bekalab turadigan bo'ldi. Rasululloh bundan ilgari sahobalarga Masjidil Haromga ömür qilib kirib, chochlarini tushirib, ömür qila oladiganligini degan edi. Bu xabar musulmonlar orasida keng tarqalgan, musulmonlar favqulodda xo'sh bo'lib ketgan. Takrorlay, kishininki o'z yurtidan ayrilib, yurtiga bo'lgan muhabbat hissiyoti eng avjga chiqqan vaqtida o'z yurtiga bora oladiganlik xabari kishini ajoyib xushal qiladi. Bu hammalarga aydin. Shu vaqtda musulmonlar ajoyib xushal bo'lgan. Rasululloh tuyuqsiz ular bilan suhbatga keldi. Makkaga taxminan 20 kilometr yiroqlikda. Ya'ni ko'rinib qolgan Makka hisobda. Shular manslar Makkaga kirdi. O'zining yurti, ana yurti, kindiqqini tukalgan joyi. Suhbatdan keyin bu yil qaytadigan bo'ldi. Hatto bu g'azab nafrat, ya'ni bu xil ichi pushuqning ifodasida sahobalar shunchalik ichi pushdiki, Umar radhiyallohu anhu qilib Rasulullohga "Ya Rasululloh emasmi? Bu sening menga yo'llar haq emasmi? Bu nimishqa bu bilan bunda suhbatlashib, qaytimiz bu yil deb sal nima qilib qoldi edi. Sal ochiqlanib qoldi. Yani Rasulullohga ochiqlash shaklda emas-da, o'zining g'azabini ifodalagan shaklda. Abu Bakr radhiyallohu anhu "Zangna savol, bu Rasululloh" deb sal paslab qo'ydi, ammo bu favqulodda musulmonlarga yaqin keldi. Mushakaga vaqtda Ummu Salama radhiyallohu anhaninki favqulodda zakasi, zirakligi, nazar doirasining kengligi o'zini aks etdi. Rasululloh kirib Ummu Salama radhiyallohu anhuga qaqshadi. Çünkü Rasululloh sahobalarga "Bu yil qaytgan bo'ldik" degandan keyin hammasi "Voy, qanday gap bu" deb sal qizdi, ya'ni achchig'i keldi. Endi qaytimiz, sizlar chosh tushib, men umrdan ihrom bog'lab kelgan emasmi umrga? Qaytinglar desa, gapini anglaganmidi. Chunki anglamaslikka Rasululloh qarshi chiqqanlik emas, lekin ularning qalbida bir xil vatan sevgisi, vatan muhabbati, shu mangsalam vatanga kirdi, hamda o'zining yurtiga kirdi. Mana ko'zga ko'rinib qolgan-ya, hech kimning qatqusi kelmadi shu vaqtida. Rasululloh dediki, "Men musulmonlar tugishib ketdi. Men buyruq qilsam, unimadidim odamlar" deb Rasululloh xapulab, yana sal ranjib Ummu Salamaning qashqa kirgan vaqtida Ummu Salama g'amkin uyga kirgan erining ko'nglini qanday qilishni biladigan bir ayollik o'tirg'i chiqdi mishar. Ayollik, haqiqiy ayollik vazifasi. Chunki ayollarning vazifasi Qur'oni Karimdagi ayolning munosabatining ifodasida sukun deydi. Bir-birini rahatlantirish. Ashta g'am uchib qolgan vaqtda g'amlarini ko'tarish, xafalik uchib qolgan vaqtda xafilarini ko'tarish. Rasululloh nayti qaqshab, ranjib kirdi-da o'ga. Ummu Salama dediki, "Ya Rasululloh, ularning ko'nglini tushansizlar" dedi. Hammasi hozir ichib sho'q. Ular Baytullohga sizlar xabar bergandek, chochlarini tushirib, chochlarini qisqartib, umr qilish uchun hammasi talpinayotgan bir payt. Necha mil qolgan vaqtda ko'zi oldi, ko'zga ko'rinib qolgan vaqtda mahrum qoldi. Endi buni hal qilish chorasi sizlar boshqalarga ortiq gap qilmay, chiqib, Alloh sizlar buyurgan ishni qilaverasizlar. Chochlarini tushasizlar, ihromdan chiqsizlar, hech kim gap qilmasizlar. Sizlar ashta qilganlarini ko'rsa, buning kesin qaro ekanligini, keskin qaro ekanligini bilib, sizlar qiladi. Shunday Rasululloh Ummu Salamaning ko'rsatmasi, ya'ni maslahatini olib ihromdan chiqdi. Rasulullohning cheshni tushirib, ihromdan chiqqanligini ko'rgandan keyin hamma musulmonlar agashdi, masla yoqlashdi. Tabiiyki endi bir jamiyatda, bir to'plumda, ya'ni kishilar to'plashgan yerda har xil gap so'z bo'ladi.
Bulupmu maish sal egrikilik musulmonlarga tabii ki Rasulullah işini tügütüp Medine'ye qaytqandan keyin godoqshaydigan ahvol bo'ldi. Masalan, godoqshaydigan, voy bunday qilamdik, anda qilamdik, bunda qilamdik, voy bu qanday gap bu deydigan ishlar bo'ldi. Bu bir egrikilik ahvol. Endi Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning qalbidagi yorining davom qilmasligi uchun egrish emasmi bu? Davom qilmasligi uchun bunun hikmet sebebini Allah subhanahu wa ta'ala mu'minlarga deb berdi. Yani Surah Fatih'ninki 25. ayetinde Humullezine keferu ve saddukum anil mescidil haram vel hediye ma'kufan en yebluğa mahillah ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تتؤوهم فتصيبهم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. Ayet şunu deydi o ki, sizin hazır Medine'ye qaytqanlığa qattiq xapsizlar. Mal kuparlı sizin tusup aldı. Ömür qığılı qoymadı. Ama şunu bilişiniz kerak ki, Mekke'de maxfi musulmon bo'lgan ayollar var, o'zini oshkor qilmagan. Siz hazır Mekke'ye keskin kesip, masalan, kesin kirib biz ömür qilamiz desanglar, urush chiqib o'tirdi. Tabii ki bu vaqtda kimning musulmon, kimning musulmon ekanligini farqlantirolmaysizlar. Sizlar bilib bilmay o'zingizning qarindishini o'ltirib qo'yib gunohkor bo'lgan ish chiqdi. Bu qatim urush qilmaganinglar, urushdan saqlanganingning o'zi cho'ng Allohning ne'mati. Allohning fathisi bu deb, ularning bu jilisi Mekke ahlilan urush qilish qilmay keyiniga chekinganligining sababini Alloh subhanahu va taolo qanday bularga deb berdi. Ma'ya tushgandan keyin musulmonlar shu vaqtda bizning asli bu yil Madinaga qaytishimizning sababi bu emasmi deb andan keyin tushundi. Kerak yilisi kelgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo nim dedi kinki oyatda, hozir biz 190-oyatga ketyapmiz. Kinki 194-oyatga kirdi bu oyat. Ash-shahrul haram bish-shahril haram vel hurumatu qisas. Allah bularning qalbini xotirjam qildi. Oilasi Zulqa'da sizlarni to'sab qolganlar. Sizlar bular bilan urush qilasizlar. Kelagi yilda kirsizlar. Musulmonlar mush vaqtda sal ansirdi. Kelagi yilisi yana Quraysh bu to'xtamni buzib qolarmi, urushib qolarmi? Buningdan nima qildi? Shunda Alloh subhanahu va taolo tushadiki, ma'yatda bugungi oyatimiz shu. Ruxsat. Amdi ruxsat. Bultur oldingi yilisi urushonlar olmaydi. Bu yil vaqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Ma'yat shu, bugungi oyat shu. Sizlar urushga chiqib qolsa, urushing. ولا تعتدوا lekin tajovuz qilmanglar. Ya'ni garchi dushman sepida bo'lsa-mu, sizlarga qurol ko'tarmagan, sizlar qarshi chiqmanglarni o'ltirmanglar. Innalloha la yuhibbul mu'tadin. Amma shayda oyatda ishlatgan bir ifoda bor. Vaqatilu fi sabilillah deganning o'zi nima desa, insonninki tajovuz qilish bir psixikasi bor. Inson boshqalar o'zini buzaq qilsa, kuching yetmagan vaqtida onun kuchini yetgandan keyin birga 10 intiqom oladigan bir mijazi bor insonninki. Kuchlangan vaqtida haddidan oshirib o'tadigan bir tabiat bo'ladi. Alloh mushu oyatda vaqatilu fi sabilillah degan kalima orqali, fi sabilillah degan kalima orqali insonning zulmiga chaq qo'yadi. Zulm mijaziga chaq qo'yadi. Cho'qim bu urush Alloh uchun bo'lishi kerak. Niyetingda yeni bir narsa intiqom elevelish, yeni bir narsa intiqom elevelish, yoki uning pul mollarini bulib olish, uning zulm selish, yoki iqtisodiy jihatdagi g'animatlarga erish, unda emas. Urush qilish Alloh yo'lida bo'ladi. Alloh yo'lida bo'ladi degan gap bu urush qilishning oldi-keyindagi chek-chegaralarini Alloh bekitadi. Qil degandan qilsa, qilmay degandan qilmaysa, xuddi namozning o'zgarishlik arkoni qoidalar o'g'andek urushning arkan qoidalar bo'ldi. Bu qoidadan chiqmaysa. Qaramamayga. Vaqatilu fi sabilillah allazina yuqatilunakum va la ta'tadu. Oyatning oxirida tajovuzdan cheklavatdi. Chunki masala men yuqori darsda deb o'tgandek, urush qilishning asosiy maqsadlari
Bu aniq bir mesele. Yani Müslüman özüge uruş açmaganlar bilen uruşmaydı, tajavuz qilmaydı. Mesela Quraysh urushdi. Lekin Qurayshning ichida musulmonlar bilan urush qilmagan ayollar, balalar, aciz kishilar bor. Gerçi Qurayshning sepida olsa-mu. Bularni o'ltirib olmaydi mesela. Qarshi tarafdan inkas qanchalik kelsa, sharikat qanchalik kelsa, sizning qaytiradigan inkasing shunchalik bo'ladi. Nima ish qilib chunki ayollarni, balalarni o'ldirish bu tajovuzchilik. Allah subhanahu va taolo tajovuzlarni yaxshi ko'rmaydi. Mu'minlarning urushi tajovuzchilikni rad qaytarish uchun bo'ladi. Hargiz tajovuzchilikni boshlash uchun emas. Shunga oyatda nayet inchki bir ifodalar bilan va qatilu fi sabilillah Allah yo'lda deb urushninki chekirsini bu doirada to'xtatdi. Texmi iniq uçuk aşkar şekilde وَلَا تَعْتَدُوا tajavuz qilmaslik, hadidni oshmaslikni alohida ta'kidladi. Bu mu'minning qiladigan ishi. Bugungi darsimiz qarindoshlar musha to'xtaymiz. Inshaalloh kelasi haftalik darsimizda 91-oyatni o'qiymiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.